Bolam kim necha marta tazyiqlarga uchradi. Urib kallamlar titraylar ona, kallamlar titraylar. Bolam hech qanday sababsiz Luganskda yerto'lada saqlanib kelmoqda. Tayog'i badanlarim ham shishib ketgan ona, yurolmayapman. Meni bolam Rossiyaga ishlashga borgan edi. Bolam yolg'onga aldanib o'sha yerga turib qoldi. Ot taylagani yaxshi edi ona. Har kuni Tashqi ishlar vazirligiga boraman. Tashqi ishlar xodimlari tomonidan sizni bolangizni davlatga qaytarish masalasi ko'rilyapti deyildi. Dekabr oyida bolangiz qaytadi deyildi. Hali ham bolam qaytgani yo'q. U hech qanaqa jinoiy ish qilmagan Rossiyada. U hech qanaqa qamalmagan. Shunchaki yolg'on qurboni bo'lib, o'sha yerto'lada saqlanib, har kuni najot kutib o'tiribdi endi. O'ylamang uni. Bir gap bo'lar. Bizam qiynalib ketdim ona. Kimga murojaat qilishni ham bilmayman ona. Ona sifatida 4 oydan beri tashkilot yuribman. Hech narsa qilolmayapman. Assalomu alaykum ona, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Charchanayapsizmi ona? O'ylamang uni. Bir gap bo'lar. Bizam qiynalib ketdim ona. Kimga murojaat qilishni ham bilmayman ona. Bularda iltimos yordam qil deb edim, urib kallamlar titraylar ona, kallamlar titraylar. Nima qilay ona? Men ham qiynalib ketdim. Tayog'i badanlarim ham shishib ketgan ona, yurolmayapman. Nima qilay ona? Otib taylasam nima? Niyat yaxshi edi, otib taylagani yaxshi edi ona. Assalomu alaykum. Butun O'zbekiston ahliga. Men o'sha Surxondaryolik murojaatchi boboyman. Hali ham men Toshkentdagi kvartirada yashab, o'g'limni qutqarish uchun yuribman. Har kuni Tashqi ishlar vazirligiga boraman. Men O'zbekistonning barcha tashkilotlariga xat tashlaganman. Oliy Senatga, Bosh prokuraturaga, Mudofaa vazirligiga. Hamma joyga tashlaganman. Prezident qabulxonasigacha tashlaganman. Lekin hammasidan bir xil murojaat kelyapti. Sizni ishingizni tashqi ishlarga yukladik degan. Lekin 4 oy bo'ldi. Bolam hech qanday sababsiz o'sha Luganskda yerto'lada saqlanib kelmoqda. Bolam kim necha marta tazyiqlarga uchradi. Tashqi ishlar tomonidan menga bolangiz dekabr oyida qaytadi degan ma'lumot har kuni deyarli aytilyapti. Tashqi ishlar xodimlari tomonidan. Lekin mana shu haftada dekabr oyi tugaydi. Lekin bolam hali ham O'zbekistonga qaytgani yo'q, bag'rimga qaytgani yo'q. Tashqi ishlar vazirligida Rossiya elchixonasining O'zbekistondagi vakillari kelib 3 marta uchrashuv o'tkazdi. Bu uchrashuvda bizlar qatnasha olganimiz yo'q. Turmush o'rtog'im o'zim bilan birga xodimlar, tashqi ishlar xodimlari bilan o'sha elchixona vakillari uchrashdi. Ichkarida qanaqa gap bo'lyapti? Ular nima masalada kelyapti? Men bilmadim, lekin menga tashqi ishlar xodimlari tomonidan sizni bolangizni davlatga qaytarish masalasi ko'rilyapti deyildi. Dekabr oyida bolangiz qaytadi deyildi. Hali ham bolam qaytgani yo'q. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlardan kuzatdim. Kuni kecha Hindiston davlatida Tashqi ishlar vazirligi 45 ta fuqarosini chiqarib ketgan ekan. Nega O'zbekistonda bunday emas? Meni bolam Rossiyaga ishlashga borgan edi.
Rossiyaga ishlashga borgan edi. Andrey, Sergey, Mixail Mixailovichlarning yolg'oni bilan bolamga ish taklif qilib, bolam yolg'onga aldanib o'sha yerga turib qoldi. Menga kim yordam beradi? Meni qo'limda bir talay qog'oz. Qog'ozlarni men nima qilaman? Bundan ham ko'p qog'oz. Menga qog'oz kerak emas. Menga bolam kerak. Yana bir marta iltimos so'rayman. Hurmatli meni kuzatgan bo'lsangiz, Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Said. Hurmatli Prezident Raisi Saida Mirziyoyeva. Hurmatli Prezidentim Shavkat Miromonovich. 4 oydan beri tashkilot yuribman. Iltimos sizlardan. Bolamni davlatga qaytarishda menga yordam bering. U hech qanaqa jinoiy ish qilmagan Rossiyada. U hech qanaqa qamalmagan. Shunchaki yolg'on qurboni bo'lib, o'sha yerto'lada saqlanib, har kuni najot kutib o'tiribdi mendan. Ona sifatida hech narsa qila olmayapman. Iltimos qilaman. Bolamni davlatga qaytarishda, bag'rimga qaytarishda yordam bering. Yana shuni aytib o'tishim kerakki, balki bizni ichkariga olib kirmaganligini sababi o'zlarini hal etilmagan ishlari bo'lishi mumkin. O'sha masala ko'rilgandir. O'sha elchilar bilan Tashqi ishlar vazirligi tomonidan bizlarni shunchaki tinchlantirish uchun shu gapni aytayotgandir. Bizga kim yordam beradi? Tashqi ishlar vazirligi nega shuncha davlatda 45 talab 50 talab fuqarosini qaytarib oladi? Nimaga O'zbekiston isbot dalillar bilan berganman? Nega bitta fuqaroni ololmaydi? Meni bolam hech qanday jinoiy ish qilgani yo'q-ku. Qamalgani yo'q-ku. O'sha kimlar chaqirgan bo'lsa, qayt tartibda chaqirgan bo'lsa, hammasini isbot dalili bilan berganman. Lekin bolam hali ham vatanga qaytmadi. Tashqi ishlar vazirligi kim uchun ishlaydi? Qay tartibda ishlaydi? Bizga kim yordam berdi? Yana bir marta sizdan iltimos qilaman. 4 oydan beri sizga eshigingizga boraman, ko'ra olmayapman. Hurmatli Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Said. Iltimos sizdan bir martagina internet tarmoqlarini kuzatib, ijtimoiy tarmoqni kuzatib, meni murojaatimni eshiting. Oldingizga borganman, kiritmaganman. Menday oddiy fuqaroni qabul qilib, bolamga yordam bering. 4 oydan beri bolamni qaytara olmayapti vatanga. Bolam yordamga muhtoj. U hali yosh. U Rossiya davlatiga ishga borgan. U urush o'chog'ida emas, shunchaki yerto'lada saqlangan. Yordam bering menga. Tashkilotlar kimlar uchun ishlaydi? Qanday fuqaro uchun ishlaydi? Nima uchun meni bolam vatanga qaytmayapti? Menga yolg'on gapiradigan kerak emas. Menga ro'y-rost haqiqatni aytish kerak. Bolang vatanga qaytara olmaymiz deyish kerak. Qaytarsa qaytara oladigan deyish kerak. Haqiqat go'yishchilar ishlash kerak. 4 oydan beri sarg'ayib yuribman. Men o'zim uchun emas, bolam uchun yuribman. Bolamni menga olib kelib, menga yordam bering. Yuqorida turgan rahbarlar, sizlardan iltimos qilaman. Murojaatimni e'tiborsiz qoldirmang.
Bolamga yordam kerak. Bolamga yordam beringlar.